Hayotda mana sportda bir marta yutqizasan, keyin uni to'xtatsang bo'ladi. Lekin hayotda sen har kuni yutqizasan. Har kuni yutqizishing mumkin. Bu sportdan maqsad faqat musobaqaga chiqib yutqizish emas. Sport umuman faqat musobaqani o'ziga tayyorlamaydi. Sport seni hayotga tayyorlab boradi. Sen hayotda qanaqa yashash uchun kurashishni o'rgatadi. Bu sport degani faqat musobaqaga chiqib yutish emas, yo faqat musobaqada yutqizib qo'yish emas. Sport umuman insonni hayotga tayyorlab boradi. Sen hayotda kunda-kun yutqizasan. Shuning uchun inson sportda nimani o'rganadi deganda, birinchi o'rinda sportda inson o'rganadigan narsasi iroda, sabrlik, chidamlilik, maqsad sari intilish, oxirigacha harakat qilish, umuman hayot uchun, yashash tarzi uchun nima zarur bo'lsa, hamma narsani sport o'rganadi. Shuning uchun menda o'xshamayapti yoki men